Bunachalarimiz xonadonimizni tomosha qilsangizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb 5 qavatli binomizda 3-qavatida joylashgan. Kvadratini kelsak 59-10. Balkona ega, koridorlarimiz ham keng, quruvchilar uchun dum qulay. Endi asosiy tadbirkorlar korobkani olib, remont etib sotib turibdi bunachalar. Gelesda shtir. Xullas zo'r yerda joylashgan. Lokatsiya Oblgaz. Bu yerimiz bunachalarimiz spalni, oshxona, sanuzelimiz, bu yerda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxona tomosha qilsangizlar. Mehmonxonamiz ham yenga tushirilgan, yaxshi sifatli oynalar qo'yilib o'tilgan ekan. Sim montajdan euro. Bu yerda yana ключатlarimiz o'ng tarafdan razvedkalarni pastda 10 sm etib qo'yilgan ekan. Endi spalni tomosha qilsangizlar. Spalnimizdan ham balkona ega. Garajimiz yana sanuzellarimiz bu yerda joylashgan ekan. Bu yerda yana oshxonamiz. Yana bunachalar zo'r yerda joylashgan ekan. Uch o'rchiklari bor desak, kadastrli tayyor, dokumentlar ham tayyor. Doğru oforma qilamiz. 59-10. 2 xonali. Esa telefonlardan 88 510 30 nolga bog'lasa. Lokatsiya Oblgaz. Hisoblansalar narx-navosini 5-8 dan qo'ydik metr kvadratga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.